Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Davlatimiz rahbarining qarori bilan joriy yilda Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligi keng nishonlanadi. Maqsad buyuk vatandoshimiz islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturidiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganishni rag'batlantirish, Moturidiylik ta'limotini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdan iborat. Hujjatning ahamiyati va ko'riladigan chora-tadbirlar haqida suhbatlashish maqsadida bugun biz mutasaddilarni studiyamizga taklif etganmiz. Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy kotibi Aziz Tojiyev studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va ushbu markazning nashrlar bo'limi boshlig'i Zafar Faxriddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori xususida gaplashsak, bu qarordan ko'zlangan maqsad, muddaolar nima edi? Bu haqda to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi yillarda hammamiz e'tibor berib kuzatib bormoqdamiz. O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohada, xususan ilm-fan, sivilizatsiya rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk mutafakkir ajdodlarimizning ilmiy merosini, ular qoldirgan noyob ta'limotlarni, umuminsoniy qadriyatlarni o'rganish va butun xalqaro hamjamiyatga yetkazish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Avvalambor sanab o'tish kerak, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Albatta, bu markazlarda amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami hozirgi paytda dunyo hamjamiyati tomonidan, ilmiy jamoatchilik tomonidan yuksak e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, yurtboshimiz tomonidan mamlakatimizda allomalarimiz, xususan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy siymosiga ko'rsatilayotgan hurmat, ehtirom, ularning merosini o'rganishga bo'lgan e'tibor va bu borada tashkil etilayotgan xalqaro nufuzli tadbirlar, anjumanlar, seminarlar olimlarning, mutaxassislarning e'tirofiga sazovor bo'lib kelmoqda. Xususan bu borada alohida ta'kidlab o'tish kerak, yurtimizda Imom Moturidiy merosini o'rganishga ham bo'lgan e'tibor alohida bir o'zgacha ko'rinishga ega. Chunki olim mutaxassislardan kelayotgan e'tiroflardan ko'rib turmoqdamizki, hozirgi paytda yurtimizda o'sha Imom Moturidiyga bu darajada e'tibor qaratayotgan, uni bu darajada o'rganayotgan yagona mamlakat O'zbekiston bo'lib turibdi va bu nuqtai nazardan ham biz boshqalardan, ya'ni o'sha Moturidiylik ta'limoti tarqalgan yoki Moturidiylik ta'limotini o'rganishga qiziqish mavjud bo'lgan davlatlardan bir qadam oldindamiz deb aytsak, ayni haqiqat bo'ladi. Bu bejizga emas, chunki Moturidiylik ta'limoti, umuman Imom Moturidiy qoldirgan ilmiy ma'naviy meros islom olamida shu qadar buyuk, teran bir meroski, u nafaqat bu islomiy aqida va kalom ilmlari rivojiga hissa qo'shgan, balki musulmonlarni hamjihatligini, e'tiqodiy birligini, ular o'rtasidagi yakdillikni ta'minlashga ham o'zining juda ham katta ta'sirini, hissasini qo'shgan. Va shu nuqtai nazardan ayni bugungi kunda ham bunday ta'limotga juda ham katta ehtiyoj mavjud. Buni muhtaram yurtboshimiz ham o'zlarining Moturidiy haqidagi nutqlarida ko'p bora ta'kidlab o'tganlar, ya'ni ushbu ta'limotning bugungi kundagi dolzarbligi, ahamiyati haqida va ayni shu nuqtai nazardan hozirgi vaqtga qadar Imom Moturidiy merosini o'rganishga bo'lgan ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Jumladan bu borada 2020-yilda Samarqandda o'tkazilgan Imom Moturidiy merosiga bag'ishlangan nufuzli xalqaro konferensiyani alohida ta'kidlab o'tishni xohlagan bo'lar edim. Ushbu konferensiyada yig'ilgan dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan mutaxassislar, olimlar o'sha Imom Moturidiy merosining ahamiyati haqida va bu borada bizda qilinayotgan ishlari ko'lami haqida yuqori va iliq fikrlarini bildirib o'tganligini alohida mamnuniyat bilan qayd etib o'tish kerak. Xo'p, bundan tashqari yana alohida diqqatga sazovor tomoni aynan buyuk ajdodimiz Moturidiy nomi bilan ochilgan markazning turkiy davlatlar orasida yoki arab mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekistonda tashkil etilishi ham o'sha mamlakatimizning bu sohaga ko'rsatayotgan e'tiboridan bir dalolat beradi va ayni vaqtda bu ishlarni bir tizimli davom ettirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi
va bu qaror ayni vaqtda juda ham bir zarur bo'lgan vaqtda va kerakli o'rinda qabul qilingan qaror hisoblanadi. Chunki nima uchun? Buning mohiyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda hozirgi vaqtda musulmon jamiyatlarida o'sha insonlarning axloqiy tarbiyasini, ularning ma'naviy ma'rifiy dunyosini boyitishga qaratilgan va ularning misol uchun to'g'ri yo'lga solishga qaratilgan ta'limotlarni o'rganish ehtiyoji mavjud. Chunki biz bilamiz, Imom Moturidiy hazratlari o'z vaqtida olimlar tomonidan hidoyat imomi, ya'ni musulmonlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi yoki bo'lmasa musahhih aqidati ahli sunna e'tiqodini to'g'rilovchi degan nomlarga bejiziga sazovor bo'lmagan. Chunki Imom Moturidiy o'zining g'oyalari, o'zining o'sha irodali, matonatli mehnati bilan, ilm zakovati bilan o'z vaqtida yuzaga kelgan har xil buzg'unchi oqimlarga qarshi ilmiy va naqliy raddiyalarni berib, ularning faoliyatini barham topishida juda ham katta hissa qo'shgan, xizmat qilgan olimlardan bittasi hisoblanadi. Va bu xizmatlar butun dunyo tomonidan oldin ham, hozir ham e'tirof etiladi va keyinchalik ham e'tirof etilib keladi. Endi ahamiyat beradigan jihati bu ta'limot Imom Moturidiy yashagan qariyb 11 asrdan ko'proq muddat oldin yuzaga kelgan bo'lsa-da, ayni vaqtda ham o'zining dolzarbligini yo'qotmagan. Tadbirlarda biz o'zimizning ilmiy tadqiqot faoliyatimiz davomida o'sha Imom Moturidiyning asarlaridan qilingan tarjimalardan, uning fikrlaridan va u yoritgan g'oyalardan keng foydalanmoqdamiz va bu narsa o'zining samarasini berib, o'sha odamlarda islom dinining haqiqiy asl mohiyati haqidagi to'g'ri tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Endi bu qarori ahamiyati haqida yana shuni aytish mumkinki, bu qarori ahamiyatini hozirgi paytda o'sha musulmon mamlakatlari, ayniqsa turkiy dunyo davlatlari tomonidan yuksak e'tirof etilayotganligida ham ko'rish mumkin. Bu qaror natijasida biz Imom Moturidiyning merosini, uning hayotini, siymosini, o'sha ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasini yanada kengroq o'rganishga, yanada chuqurroq o'rganishga, uni jamoatchilikka keng ko'lamda yetkazishga va uni o'sha xalqimizga har xil turli vositalar bilan yetkazishga muyassar bo'lamiz degan umiddaman. Rahmat aziz aka, albatta ulug' alloma Imom Moturidiyning nafaqat O'zbekiston, nafaqat turkiy dunyo, balki islom olamida ham qoldirgan merosi juda qadrli, juda aziz. Chunki juda ko'plab davlatlarga borganimizda yoki o'sha olimlar bilan suhbatlashganimizda ham ular juda katta hurmat bilan tilga olishadi va g'oyalarini, bugungi kundagi ahamiyatini ham alohida e'tirof etishadi. Bugun dunyo islomshunoslari aynan buni e'tirof etishyapti. Zafar aka, aytingchi, mana shu Imom Moturidiy hazratlarining qoldirgan merosini bugungi kunda yoshlarga yetkazish, umuman ilmiy jamoatchilikka ham ma'lum bo'lmagan hali ko'p qirralari mavjud. Bu borada qanday izlanishlar olib borilyapti? Qanday bir rejalar qilinyapti? Mana qarorda ko'rsatilgan Samarqandda juda katta konferensiyalar o'tkazish bo'yicha bu borada qilinayotgan ishlar xususida. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalar qatorida aynan shu Samarqanddagi Moturidiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti deb nomlangan xalqaro konferensiya tashkil etish masalasi ham qo'yilgan edi. Mana shu konferensiya endi dunyoning barcha nufuzli Moturidiyshinoslari, islomshunoslarini barchasini bir joyga jamlab, aynan bugungi kun muammolari bilan bir qatorda mana shu milliy merosimiz, islomiy merosimiz, islom sivilizatsiyasiga katta ulkan hissa qo'shgan bobo kalonimiz Imom Moturidiy merosini bugungi kunda, ya'ni dolzarblik ahamiyatini kasb etayotgan qismlari, yana hozirgi zamondagi ba'zi bir o'sha murakkab masalalarga qanday javob bera olamiz Imom Moturidiy merosi orqali kabi savollarni o'rtaga tashlaydi va albatta biz o'ylaymizki bu savollar o'z javobini o'z o'rnida topadi. Endi konferensiyaga tayyorgarlik masalasida hozir dunyoning barcha nufuzli mana shu ilmiy tadqiqot markazlari, ilmiy muassasalaridagi o'sha taniqli va nufuzli olimlar aynan mana shu konferensiyamizga taklif etilgan. Ular hozir mana shu konferensiyaga tayyorgarlik jarayonini o'zlari amalga oshirishyapti va demak yurtimizga tashrif buyurish niyatlari borligini, albatta bu qarordan o'zlari nihoyatda bir ko'tarinki kayfiyat hosil qilishgani, bu ularni yanada o'sha ko'proq ilmiy yutuqlarga, ilmiy izlanishlarga turtki bo'layotganini va aynan mana shu O'zbekistonda Imom Moturidiy merosiga mana shunday yuksak e'tibor berilayotganidan quvonganliklarini, mamnuniyatlarini izhor qilishyapti va bu mamnuniyat matbuotimizda
bir necha marotaba mana shu o'zlarini fikrlarini, mulohazalarini, iliq bir munosabatlarini izhor qilish holatlari, ya'ni bu yerda turkiyalik tadqiqotchi, professor, olim Sumas Qutlu va misrlik olim doktor Ahmad Saad Damahuriy va boshqa ko'plab yevropalik olimlar, ularning barchasi mana shu konferensiyada o'zlarini ishtirok etish niyatlari borligini va albatta imkoniyat topib ushbu konferensiyada nufuzli xalqaro anjumanda ishtirok etishga harakat qilishlarini izhor qilishmoqda. Albatta Imom Moturidiyning ilmiy merosi bugun tadqiqotni talab qiladi. Bugungi zamon tadqiqotchilari bugungi nuqtai nazardan, zamonaviy texnologiyalar nuqtai nazaridan ham yondashishi kerak. Albatta har bir tadqiqotda, ayniqsa islomshunoslikda matn ustida ishlash, tildan tashqari, ma'no mazmundan tashqari mana shu jihatlarga ham e'tibor qaratiladi. Umuman matnlar bilan ishlashda ulug' allomaning qaysi asarlarini hozir ishlab bugungi kunga tabdil qilish yoki bo'lmasa tarjima qilib bugungi ilmiy jamoatchilikka, bugungi yoshlarga yetkazish bo'yicha qanday ishlar qilindi? Umuman markaz tomonidan qilingan ishlar xususida. Endi avvalambor Imom Moturidiyning shoh asari Tavilotul Qur'on, ya'ni tafsir, Qur'oni Karimni 30 porasiga, 30 juziga 30 jildda tafsir yozgan bu alloma bobomiz. Mana shu tafsirni demak xalqimizga xalqchil, qulay usulda qaytarish, xalqqa yetkazish, keng jamoatchilikka tanishtirish ishlari qatorida mana shu tafsirni o'zbek tiliga, ya'ni zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilish ishlari deyarli tugallanib qoldi. Mana shu 30 juz o'zbek tiliga to'liq hozir tarjima qilindi va bu birin-ketin nashr qilib borilmoqda. Xalqimiz bu ya'ni tafsir bilan yaqindan tanishishga ulgurgan. Bu bir necha yil davomida demak tafsir qilib juzma-juz chiqarib borildi va jamoatchilikka taqdim etib borildi. Bu tafsirni demak olimlar jamoasi, keng kitobxonlar ommasi iliq kutib oldi va o'zlarini fikrlarini bildirishdi bu borada va bu masalada keng fikr almashinuv ham hosil bo'ldi deb ayta olamiz hozirgi kunda. Bundan tashqari olimning aqida sohasida ham shoh asari bor. O'zi umuman Imom Moturidiyning barcha asarlari bir o'ziga xos bir o'zini o'rniga ega asarlar hisoblanadi. Uni birini ikkinchisidan ustun qo'yib bo'lmaydi. Mana shu aqida sohasidagi shoh asari kitob At-Tavhid. Ya'ni tavhid kitobi ham o'zbek tiliga tarjima qilindi, ham arab tilidagi nashri ham amalga oshirildi. Arab tilidagi nashri o'sha asarning yagona Cambridge universiteti saqlanadigan yagona qo'lyozma nusxasi asosida tahqiq qilindi, ya'ni tanqidiy matn tayyorlandi. Matnda avvalgi nashrlar, ya'ni bu asar bir necha marotaba arab tilida ham nashr etilgan va avvalgi nashrlar bilan solishtirib u yerdagi ba'zi bir yo'lga qo'yilgan nuqsonlar bartaraf etildi. Mana shu O'zbekistonda tayyorlangan nashr hozirgi kunda ma'lum bo'lgan eng mukammal nashr hisoblanadi. Bu nashr butun arab olamida tarqab ketgan hozirgi kunda. Ya'ni bu nashr amalga oshirilganiga ham qancha muddat o'tdi va bu nashr hozirgi kunda o'sha O'zbekistonni yosh mana shu markazlarini, ilmiy tadqiqot muassasalarining hosilasini dunyoga tanitishda o'zini hissasini qo'shib kelmoqda. Endi mana shu kitob At-Tavhid asarini bu yil mana o'zbek tiliga tarjimasi ham amalga oshirilib, keng kitobxonlarga, kitobxonlar ommasiga, mutaxassislarga, umuman mana shu sohaga qiziqish bildiruvchilarning barchasiga taqdim etilish arafasida turibdi. Bu ham o'ylaymanki Imom Moturidiy tavalludini 1155 yilligiga munosib tuhfa bo'ladi. Endi bundan tashqari biz mana shu aynan xalqaro tillarda, endi qaysi ma'noda biz soha tili xalqaro maydonda arab tili bo'lgani uchun bizni tadqiqotchilarimiz kichik risolalarini ham Imom Moturidiyni mana shu arab tilidagi nashrlarni ham amalga oshirishgan. Bu Risola fit Tavhid, ya'ni tavhid borasida risola deb nomlangan bir kichikroq hajmdagi asar ham bor. Bu asarni ham mana shu arab tilida nashr qilindi va keng dunyo hamjamiyatidagi kitobxonlar ommasiga va mutaxassislarga taqdim etildi. Umuman olganda dunyoni fondlarida, ya'ni qo'lyozma xazinalarida
Imom Moturidiyga mansub ko'plab asarlar mavjud. Ular kataloglarda, boshqalarda, o'sha ro'yxatlarda Imom Moturidiyni asari sifatida qayd etilganini bilamiz. Mana shu asarlarni ham aniqlab, ularni ustida tadqiqot olib borib, xususan biz Favoid yoki Pandnoma degan asari ham o'zbek tiliga bir necha marotaba tarjima qilingan, mashhur Imom Moturidiy o'gitlari degan nom bilan qayta tarjima qildik. Bu olimning fors tilidagi asar hisoblanadi. Bu asar ancha xalqchil, ommabop asar hisoblanadi, chunki Imom Moturidiy bunda o'quvchini yoki tinglovchini o'sha davrdagi agar u kishini pandlari, o'gitlari yozib olingan bo'lsa, qabul qilish darajasiga qarab mana shu o'gitlarni tuzilganini e'tiborimizga olamiz, chunki uni o'qiganda biz demak bu tushunchalar, ya'ni bu yerda bayon qilingan masalalarni hech kimga tushunilmaydigan bo'lib qolishi mumkin emasligini anglab yetamiz. Juda sodda, juda xalqchil, shu bilan birga olam ma'noni o'zida mujassam ettirilgan mana shunday o'gitlar bor. Darhaqiqat hozir bir qancha kitoblar nomlarini tilga oldingiz. Bundan ham boshqa kitoblarni, juda ko'plab risolalar, kitoblarni, asarlarni Imom Moturidiy hazratlari yozgan. Lekin bir narsani o'sha Imom Moturidiyni hayot haqida o'rganayotgan paytimda bu inson Samarqand shahridan chiqmasdan shuncha ijod qilgan ekan. Ya'ni Samarqand shahrida yashab turib, boshqa joyga bormasdan butun kitoblari dunyoni egallayapti. Ya'ni bu narsa nafaqat Moturidiyning hayotini va balki u yashagan davrdagi Samarqand ilmiy jamoatchiligi, umuman mana shu Mavrounnahr ilmiy jamoatchiligini ham o'sha davrdagi holatini o'rganishni taqozo etmaydimi? Umuman bu bilan biz o'sha paytdagi ota-bobolarimizning qanchalik ilmga tashna, ilmga chanqoq va ilmga boy ekanligini ham ko'rsatib bergan bo'lardik. Bu borada ham tadqiqotlar olib borilyaptimi? Aynan Mavrounnahdagi Samarqand, Buxoro, Nasaf yoki Shosh kabi shaharlar o'z vaqtida ilm ma'rifat beshigi, dunyoga ko'plab allomalarni yetishtirib bergan madaniyat zamini bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aslida Mavrounnahrdan yetishib chiqqan olimlar faqat bormagan, misol uchun boshqa mamlakatlarga ilm izlab, balki o'sha arab davlatlaridan yoki boshqa mamlakatlardan ham Mavrounnahrga ilm olish uchun juda ham ko'plab tolibi ilmlar kelib, shu yerdagi ustozlardan ilm olib, bu yerdagi ilmni o'z vatanlariga borib tarqatganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shu nuqtai nazardan Imom Moturidiyning misol uchun Samarqanddan tashqariga chiqishga ehtiyoj bo'lmagan bo'lishi mumkin, chunki shu joyning o'zida ham yetarli ilmiy, ma'naviy muhit, madaniy, ma'rifiy bir shart-sharoitlar, hamma yetarli ustozlar va boshqa misol uchun kerakli narsalar shu joyning o'zida mavjud bo'lgan. Bu bir tomon bo'lishi mumkin. Ya'ni Imom Moturidiy shu joydagi ustozlarning o'zi bilan kifoyalanib, shu joyning o'zida ijod qilib, boshqa joyga chiqmaganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin yana bir e'tiborga sazovor joyi bor. Agar biz misol uchun Imom Ash'ariy bilan, ya'ni Ash'ariylik ta'limotining asoschisi bo'lgan Imom Ash'ariy bilan Imom Moturidiyning Moturidiylik ta'limotini qiyosiy tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, ularning o'rtasida deyarli qarama-qarshilik yo'qligini ko'rish mumkin va bu nimani ko'rsatadi? Bu agar ikki olimning hech qachon bir-biri bilan ko'rishmaganligini, uchrashmaganligini e'tiborga oladigan bo'lsak, demak ular shakllantirgan ta'limot haqiqiy, ya'ni o'sha ilk islom davridan beri bizga yetib kelayotgan sof aqida ekanligini, sog'lom o'sha islom ta'limoti ekanligini ko'rsatadigan omil hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan ham Ash'ariylik ta'limoti va Moturidiylik ta'limoti bevosita sunniylik yo'nalishiga mansub musulmonlarning aqidaviy qarashlarini belgilab beruvchi ta'limot sifatida maydonga chiqqan va Imom Moturidiyning asos solgan Moturidiylik ta'limotining kengroq tarqalishida Mavrounnahr hududidan chiqib boshqa mamlakatlarga, Turkiyaga, boshqa Janubiy Sharqiy Osiyo, Hindiston boshqa hududlarga kirib borishiga Imom Moturidiyning izdoshlari bo'lgan Abul Mu'in Nasafiy, Abu Hafs Nasafiy yoki bo'lmasam Abul Barakat Nasafiy boshqa ko'plab olimlarning xizmati ham beqiyos. Chunki Imom Moturidiy Moturidiylik ta'limotini tizimlashtirib, o'zining asosiy o'sha Kitob-ut Tavhid, Ta'vilotul Qur'on asarlarida uning asosiy tamoyillarini yoritib berganidan keyin uning izdoshlari tomonidan bu asarlarga xalq tushunadigan, ya'ni talabalar uchun mo'ljallangan, ya'ni ta'lim muassasalarida dars berish uchun mo'ljallab sharhlar yozganligini va odamlarga shu xalqona, xalqchil
tirib beradigan risolalar, kitoblar orqali moturidiylik ta'limotini yetkazganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga ayni vaqtda, hozirgi vaqtda baribir ham moturidiylik ta'limotining shakllanishiga, Imom Moturidiyning shu yuksak olim bo'lib yetishishiga ta'sir qilgan Samarqand ilmiy, ma'naviy, madaniy muhitini o'rganish zarurati bor. Shu sababli hozirgi vaqtda aynan shu qaror munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturidagi belgilangan vazifalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan shu borada ham vazifalar belgilangan. Vazifalarki, misol uchun biz bilamiz, Imom Moturidiy abadiy qo'nim topgan Chokardiza qabristoni tadqiq qilish va uni o'rganish bo'yicha alohida band bor, ya'ni tarixini yaratish. Chunki Chokardiza qabristoni shu qadar mashhur qabristonki, u joyga Muhammad ibn Muhammad, ya'ni ham o'zining ham otasining ismi Muhammad bo'lgan olimlargina dafn etilganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Ya'ni bu yerda ko'plab olimlarning, aynan bir xil ismdagi olimlarning dafn etilganligi haqiqatdan ham Mo'rin Nahrda ilm bilan shug'ullanganlar, olimlar soni juda ham ko'p bo'lganligini ko'rsatadi. Bularni tadqiq etish kerak. Yana misol uchun o'sha aynan o'sha Imom Moturidiy ta'limotining o'sha boshqa hududlarga tarqalish bosqichlarini yoki qay yo'llar bilan tarqalgan yoki boshqa misol uchun assimilyatsiya, boshqa jarayonlar qanday kechganligini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish hali rejamizda mavjud va aynan mana shu qarorda belgilangan vazifalar rejalarni bajarishga bir xizmat qilishiga shubha yo'q. Darhaqiqat hozir aytib o'tdingiz, aynan o'sha Chokardiza qabristoni, bu yerda Imom Moturidiy hazratlarining o'sha maqbaralari bor. Davlatimiz rahbari yaqinda Samarqand shahriga tashrifi jarayonida ham aynan bu maqbarani yana ham kengaytirish, aholi uchun borib bir ziyoratgohga aylantirish borasida ham topshiriqlar berdilar va bu borada ham ishlar boshlangan bo'lsa ajab emas. Umuman mana shu borada albatta Imom Moturidiy ilmiy tadqiqot markazi va Samarqand viloyat hokimiyati ham hamkorlik qilayotgan bo'lsa kerak, shunday emasmi? O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan o'sha buyuk allomalarimizni siymolarini yaratish, ya'ni portretlarini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi xodimlari tarixiy manbalar, qo'lyozmalar va Imom Moturidiy haqida olimlarning fikrlari asosida rassomlar bilan birgalikda hamkorlik qilib Imom Moturidiy portretini yaratish ustida ish olib bormoqda. Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan aynan qarorda ham belgilangan bitta vazifa bor. Bu vazifa Imom Moturidiy majmuasini obodonlashtirish, qayta ta'mirlash. Bizni quvontiradigan jihati hozirgi vaqtda qaysi bir allomaning maqbarasiga boradigan bo'lsak, qaysi bir alloma dafn etilgan majmuaga boradigan bo'lsak, albatta u joyning yurtimizning ko'plab aholisi tashrif buyuradigan aziz muqaddas qadamjolarga aylanganligini, obodlashtirilganligini va ziyoratchilar uchun barcha sharoitlar yaratilib qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu davlatimiz rahbarining ajdodlarimizga ko'rsatayotgan hurmat ehtiromining yorqin ifodasi hisoblanadi va o'ylaymizki, Imom Moturidiy maqbarasi ham mana shu qaror natijasida o'sha yurtimizdagi Imom Buxoriy majmuasi yoki Imom Termiziy majmuasi kabi qad rostlab butun dunyodan tashrif buyuradigan o'sha musulmon olami vakillarining diqqatini o'ziga tortadigan va bu yerga misol uchun ko'plab mehmonlar kelib o'sha ziyorat qiladigan bir muqaddas va aziz bir go'shaga aylanishiga shubha yo'q va ayni vaqtda Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi aynan maqbarani obodonlashtirish bo'yicha, ya'ni uni misol uchun konsepsiyasini yaratish va uni misol uchun o'sha loyihasini ishlab chiqishda ilmiy nazariy fikrlar bilan Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi tegishli mutaxassislar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ya'ni biz asosan ularga o'sha Imom Moturidiy siymosini, moturidiylik ta'limotini ahamiyatini ochib beradigan asosiy ilmiy nazariy fikrlarni, xulosa mulohazalarni beramiz. Ular o'shani misol uchun maqbara ko'rinishida yoki o'sha joydagi bir eksponatlar ko'rinishda ifodalab berishi maqsad qilingan va hamkorlik asosan shu sohada rivojlanib ketmoqda. Zafar aka, sizga savolim, hozir aytib o'tdingiz, Imom Moturidiy o'gitlari degan risola chop etildi. Ana mana shu kabi pandnoma, ya'ni yoshlarimizni odob axloqga, to'g'ri yo'lga boshlaydigan mana shu kitoblarni yana ko'proq targ'ibot qilish borasida ham ishlar qilinyaptimi? Albatta, markazimiz tomonidan chop etilgan barcha deyarli nashrlar o'sha zahoti bir taqdimot marosimlari o'tkazilish natijasida bu taqdimot marosimlari endi o'z navbatida bitta joyda o'tmaydi, balki yirik kutubxonalar o'sha viloyat markazlarida
tuman markazlarida barchalarida mana shu ilmiy safarlar uyushtirib bu markazlarda demak o'zimizni nashrlarimizni aholini o'sha keng jamoatchilik vakillari kitobxonlarga tanishtirish ishlarini olib boramiz. Deyarli hozirgi kunda bir 200 ga yaqin nashr tayyorlangan bo'lsa, mana shu nashrlarning deyarli barchasi aholiga tanishtirilgan. Bu jaholatga qarshi ma'rifat tadbirlari doirasida ham aynan markazimizning nashrlari, jumladan Imom Moturidiyni mana shu o'zbek tilidagi tarjima qilingan asarlari ham tanishtirib boriladi. Aholiga sovg'alar qilinadi, hadyalar qilinadi, kutubxonalarga taqdim qilinadi. Demak, mana shu yo'l orqali biz Imom Moturidiy asarlarini ayniqsa o'sha yoshlarning tarbiyasidagi o'rnini demak oshirishga harakat qilyapmiz. Umuman olganda Moturidiy ta'limotida o'sha bag'rikenglik, mo'tadillik va oqilonalik, ratsionallik masalasi tobora o'sha bugungi kunda dolzarb bo'lib boryapti. Chunki Imom Moturidiy mana shu diniy matnlarni inson aqli bilan hech qachon zid kelmasligi, balki o'ziga yarasha bir ajoyib muvozanat hosil qilishini va bu muvozanat o'z navbatida juda ham bir bunyodkor bir salohiyatga ega ekanligini amaliy isbotlab bergan olim hisoblanadi birinchi o'rinda. Va mana shu o'zini asarlarida, ayniqsa Kitobat tavhidda buni butun dunyo olimlari e'tirof etgan, birinchi bo'lib ma'rifat nazariyasi masalasini ilgari surgan va ochib bergan, tizimlashtirib bergan. To'g'ri, bu to'g'risida Imom Moturidiydan oldin ham ilgari ham ba'zi bir fikrlar bo'lgan, lekin Imom Moturidiy buni aniq tiniq qilib belgilab berdi. Ya'ni ma'rifat qanday hosil bo'ladi, u nimalarga tayanadi, bu yerda inson aqlining o'rni, ishonchli xabarlarning o'rni, shu bilan birga hissiy a'zolarni, ya'ni biz tashqaridan qabul qiladigan axborotda o'zimizni, ya'ni hissiy tuyg'ularimizning ta'siri va o'rnini ham belgilab bergan. Mana shu 3 ta omil natijasida inson bilim hosil qilishi va bu bilim ishonchli bilim deb topilishi mumkinligi va ular demak o'zaro bir-birini tasdiqlaganda, hattoki 18-19 asrlardagi olimlardan ancha ilgari mana yaqinda bir katta olim e'tirof etdi, yetarli asos qonunini asoslab bergan Moturidiylik ta'limotida. Imom Moturidiy aynan o'zining asarida yetarli asos qonuni degan qonuniyatni asoslab berganini isbotlab berdi. Ya'ni biz hozir Imom Moturidiyning asarlarini o'rganar ekanmiz, uni targ'ib qilar ekanmiz, o'zimiz uchun ham, insoniyat uchun ham juda katta yangiliklarni kashf etyapmiz. Va istaymizki bu yangiliklar, bu kashfiyotlar imkon qadar kengroq jamoatchilikka, kengroq ommaga tarqalsa, demak biz bobolarimiz bilan faxrlanayotgan bo'lsak, bu faxrlanish qandaydir bir qat'iy ilmiy asosga ham ega bo'lishini ta'minlab berishida hech qanday shubha qila olmaymiz. Shuning uchun bu masalada ham albatta keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Rahmat. Darhaqiqat bu boradagi ilmiy izlanishlar, umuman sa'y harakatlarning barchasi asosida aynan prezidentimizning ushbu qarori turibdi. Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaror va ushbu qaror doirasida hali juda ko'plab ilmiy tadqiqotlar, yangiliklar, fanda biz bilmagan yangiliklar qilinadi degan umiddamiz. Bu borada sizlarning ishlaringizga omad, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bu Studiya 24 ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.